Xo'p, assalomu alaykum. Aziz yurtdoshlar, hormanglar, charchamang. Hamma tinchmi? Charchamoqsizlarmi axir? Xo'p, endi qaranglar. Bismillah deb boshlaymiz. Pagoshchiga obzor qilishdan oldin men bitta narsani aytib qo'yay. Buni minadiganlar shofer odam ayniqsa biladi. Buni minadiganlar mana spes texnika, katta belaz katta mashinalar minadiganlar biladi. O'rtoqlar, bu mashinani, bu texnikani yaqiniga kelmaylar. Umuman yaqiniga kelmaylar. Alhamdulillah. Ana haqasi rost deydimi ish qilib. Buni yaqiniga kelmaylar. Avvalambor uzr aks urganimiz uchun kelib qoldi. Chunki buni yana bitta alhamdulillah. Uzr, ming bor uzr. Xo'p, kes tashamaymiz. Jonli ijro ketgandek ketaversin. Xo'p, qaranglar. Buni balonlari ko'rasizlar. Yelkamdan baland turibdi-da balon. Buni oldiga kelib, mana maytiga kelib, mana ayniqsa mana bunaqa tagiga, orqa tomonlariga turib olmaylar, iltimos. Bor-da shunaqa odamlar. Pagurchik, mana shunaqa minadiganlar biladi. Bor. Bunaqa odamlar bor. Men o'zimda ham necha marta uchragan. Shuning uchun sizlardan iltimos qilaman. Bu texnikani yaqiniga kelmaylar. Umuman ko'rinmaysizlar, ey inson. Mana mana shu ko'rinadi bo'ldi. Mana Bako'yda mana shu ko'rinadi bo'ldi. Mana bu ko'rinmaydi. Mana arqa bor-ku. Ko'rinmaydi bu. Mana ko'rinmaydi. Ikkita yon ko'rinadi Bako'ydan bo'ldi. Bako'y yo'q, boshqa arqani ko'rsatadigan kamerasi yo'q buni. Kamera o'rnatsa bo'ladi. Bu ham men talab qiladi. O'shanchun buni yaqiniga kelmaylar. Ko'plar yaqiniga kelib oladi, tagiga kelib oladi, mana bunaqa joyiga kelib oladi. Bu shopir ko'rmaydi, Bako'y ko'rsatmaydi bu yerda. Mana mashit bor, mana mashitga kelib oladi. Bako'y ko'rsatmaydi. Bu yerda ko'rsatmaydi Bako'y. Iltimos, kim pagurchida ishi bo'lsa, gapirmoqchi bo'lsa, uzoqroqdan mana uzoqroqdan qo'lda mana bunaqa qilib bir-ikki mana bunaqa qilsanglar, oldi tomoniga o'tibmi, misol oldini ham oldiga qovush tagiga turib olmaylar. Uzoqroqda turib, 10 metr kerak bo'lsa uzoqda turib, mana bunaqa qilsanglar ko'radi o'sha. Shopir odam ko'radi. To'xtaydi keyin. Mana bunaqa qilib, senda ishim bor degandek ma'noda-da endi. Yoki mana bunaqa qilib deb mana to'xtatsanglar ham bo'ladi. Bu unaqa hech qachon tagiga kelmaydi. Bu opasniy texnika, katta, kichkina emas, o'yinchoqcha emas. Karaska emas, aravacha emas bu. Bu katta texnika. O'shan uchun balonini o'zini ko'rasizlar. U hech qachon men hozir taxminiy aytib beraman. 1 2 3 4 metr даже. Eng yaqini 4 metr. Eng yaqini. Bo'lmasam uzoqroqda turib mana qo'lni mashu bo'ldi. Ikkita qo'lni mana bunaqa hozir ikkita qo'limni qo'yib yuborsam telefon tushib ketadi-da. Kameraga ololmay qolaman. O'shaning uchun ikkita qo'lni mana bunaqa qilib deb mana bunaqa baqirish ham shart emas, chunki baba ovozingiz eshitilmaydi. Bo'ldi. Shopir odam ko'radi, to'xtaydi o'zi. Keyin to'xtagandan keyin boringlar yoniga. To'xtamaguncha bormaylar, iltimos. O'zimda ko'p bo'lgan, hozir bu nimaga kerak degan savollar tug'ilishi mumkin-da. Negativlardan bu buni mingan odam tushunadi. O'shan uchun yaqiniga umuman kelmaylar. Umuman. Keyin pagurchilarga ko'p mana shu gaplar takrorlanadi. Mana shu qovush ko'rasizlar? Qovush. Bu kichkina narsa emas, aravacha emas bu. Aravacha emas-da, misol uchun. Katta tosh olib kelsan, katta beton kelyapti ichida, ko'rinmaydi. Katta beton ko'rinmaydi buning ichida. Tushundinglarmi? Toshmi, betonmi ko'rinmaydi. Pagurchilar ham ko'rganini olib tashlaydi, ko'rinmaganini kelib qoladi. O'shan uchun pagurchilarga nima qilavermaylar. Buni ichiga ikkita odam tushib olsa ham ko'rinmaydi. O'shan uchun iltimos bir-birimizni tushunib, nima deydi? Mulohaza bilan ish yuritgani yaxshi-da. 5 gaz TBga rioya qilish kerak. Birinchi o'chirtda. O'shan uchun texnika bezopaslikka rioya qilish kerak. O'shan uchun
Iloji boricha qatdan bo'lsa ham xoh chap, xoh arqa, xoh oldi. Arqa bilan oldidan yondan ayniqsa arqada bor, arqadamisiz? Arqasiga o'tmang, yoniga o'tib hech bo'lmasa bir 10 metr nariga turib oling. Voy deng. Mana qo'lim shu, ko'rinyaptimi? Mana. Voy deng, bo'ldi. Пожалуйста, остановите deng. Ruschani bilsangiz. Bilmasangiz o't. Ovozda eshitilmaydi baribir. Endi deyman-da. Пожалуйста, остановите. Pagurchi shopir to'xtaydi, eshigi ochadi. To'xtaganidan keyin boringlar yoniga. To'xtaganidan keyin yurib turibdimi yoniga bormang. U sizni hali ko'rmagan bo'lishi mumkin. Tushundingiz? U ko'rsa o'zi to'xtab eshigi ochadi. Eshigi ochadi. Tushundingiz? Shuning uchun iltimos og'aynilar, ukalar, akalar, qurilishdami, qayerda bo'lsa ham drabilkami, g'issavodmi, mana shu spes texnika ishlayotgan joylarda, katta mashinalarda iltimos uzoqroqdan turib muomala qilaveringlar, to'xtatinglar. Qo'lni shundoq qilib ana qilasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, kamchiliklar bo'lsa ming bor uzr. Keyingi safar to'g'rilashga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar.